Xo'sh, demak, qaranglar. Bugungi mavzumiz nemis tilida o'tgan zamon. E'tibor berasizlarmi? Bu yoqqa qaraver, bo'ldi. O'tgan zamon, demak, o'tgan zamonni perfekt shaklini o'rganishimiz kerak. Nemis tilida o'zi o'tgan zamonni boshqa turi ham bor, lekin biz perfekt shaklini o'rganamiz. Ya'ni bu ikkita yordamchi fe'llardan foydalanib o'tgan zamon shaklini yasash. Mana bu oddiy gapga misol yozib qo'yganman. Ich esse einen Apfel. Ich esse einen Apfel. Nima degani? Men bitta olma yeyapman. Hozirgi zamon, to'g'rimi? Yoki fahrt nach Berlin. U Berlinga ketyapti, to'g'rimi? U Berlin tomonga ketyapti misol uchun. Ha? Endi perfekt shaklga o'tkazishimiz kerak mana shu gaplarni, ya'ni o'tgan zamon shakliga. U bitta olma yedi, u Berlinga ketdi degan gap, ya'ni o'tgan zamon shakliga o'tkazishimiz kerak. Buning uchun avval o'tgan zamonni tushunib olishimiz kerak. Demak, o'tgan zaman bizda perfekt tuzilmasi formulasi qanaqa bo'lar ekan? Subyekt, ya'ni ega, keyin yordamchi fe'l qo'yilar ekan. Ya'ni mana bu fe'llar o'rniga fa'ilni o'rniga yordamchi fe'llar ikki xili bor ekan, hozir uni ko'ramiz. Keyin mana bu o'zimizning gapda asosiy fe'lni yordamchi, mana o'sha fe'lning deyapti, 3-shakli. Tushunarlimi? Fe'llarning 3-shakli qo'yilar ekan, ya'ni partizip 2. Xo'sh, yordamchi fe'l ikkita turga bo'linadi. Ikkita turli yordamchi fe'ldan foydalanib o'tgan zamon shaklini yasash mumkin. Ular tuslangan holatda ishlatiladi. Bilasizlar buni tuslanishini. Ich habe, du hast, sie es hat, wir haben, ihr hat, ya? Xuddi shunga o'xshab ishlatiladi. Endi ich bin, du bist, sie es ist bu ishlatiladi. Endi qayerda qaysi bir ishlatiladi degan savol tug'iladi. Haben fe'li ushbu fe'llarning ushbu yordamchi fe'l ko'plab fe'llarning o'tgan zamon shakli yasaladi. Ya'ni bu fe'l yordamida ko'plab nimalar yasalar ekan. Har qanday ko'p ish harakatlarda. Demak, essen, trinken, lesen, lernen, ya'ni oddiy fe'llar. Tushunarlimi? Sein ushbu fe'l yordamida harakat o'zgarishi, joy o'zgarishi yoki holat o'zgarishi bo'lsa ishlatiladi. Gehen tarjimasimi? Bormoq, to'g'rimi? Gehen, ya'ni bitta joydan bitta joyga boryaptimi? Nima bo'lyapti? Harakat o'zgarishi bo'lyaptimi yoki joy o'zgarishi bo'lyapti, to'g'rimi? Kommen, kelmoq. Bu ham harakat, joy o'zgarishiga olib kelyapti. Fahren, bu ham harakat, joy o'zgarishiga olib kelyapti. Holat o'zgarish holatlari ham bor. Demak, bularda ham sein fe'li yordamchi fe'ldan foydalanar ekan. Endi o'tgan zamon shaklini yasashda fe'llarning 3-shakli, ya'ni qanaqa o'zgarar ekan o'tgan zamonda fe'llar? Machen fe'limiz gemacht, ya'ni ge qo'shilar ekan. Lernen fe'limiz gelernt. Spielen fe'limiz gespielt, ya'ni formulasi ge, fe'lning asosi va t. Tushunarlimi? Machen fe'lida fe'l asosi macht, to'g'rimi? Fe'l asosi va t qo'shilyapti. Demak, o'zgaruvchan fe'llar, ya'ni bulardan boshqachalari ham bor ekan, ya'ni o'zida o'zgarish bo'ladi ekan. Essen fe'limiz gegessen bo'lar ekan, ya'ni essen bu yerda g bo'lish kerak edi, g qo'shilib gegessen bo'lib o'zgarib qolar ekan. Gehen fe'limiz gegangen, trinken fe'limiz getrunken. Tushunarlimi? Sizlarda savol tug'ilishi mumkin. Qayerdan bilamiz fe'llarning o'tgan zamon shaklini? Faqat yodlab. Tushunarlimi? Jadval beraman, sizlarga o'sha fe'llarning o'tgan zamon shaklini yodlaysizlar. O'sha orqali o'rganiladi. O'tgan zamon shakli. Endi mana boshida yozgan ikkita gapimizni perfekt shaklda o'tgan zamon shakliga o'tkazamiz. Men bitta olma yeyapman degan gap edi, to'g'rimi? Endi ich habe einen Apfel gegessen. Ya'ni men bitta olma yedim. Tushunarlimi? Haben yordamchi fe'lidan foydalanib nima qilinyapti? Essen fe'limiz gegessenga o'zgaryapti-da, ich habe einen Apfel gegessen bo'lib o'zgaryapti. Tushunarlimi? Keyingisi ist nach Berlin gefahren. Ya'ni o'zi fahrt nach Berlin edi, u Berlinga ketyapti bo'layotgan edi. Endi ist nach Berlin gefahren, ya'ni u Berlinga ketdi. Tushunarlimi? O'tgan zamon shakli.
Tushuna oldinglarmi? Misol uchun, men bitta kitob o'qiyapman degan oddiy hozirgi zamon shaklida gap qanaqa bo'ladi? Men bitta kitob o'qiyapman. Ich yo o'qiyapman hozir. O'qimoq. Ich lese einen Buch, to'g'rimi? Ya'ni men bitta kitob o'qiyapman degan gap, to'g'rimi? Endi mana shuni o'tgan zamon shakliga o'girish uchun bizga birinchi yordamchi fe'l kerak bo'ladi. Yordamchi fe'llar qaysidan foydalanamiz? Habr yoki zayn. Habrdan foydalanamiz, chunki hech qanaqa harakat o'zgarish yo'q, to'g'rimi? Endi lesen fe'lini o'tgan zamon shakli. Bizda o'tgan zamon shakli, men bu ro'yxatni beraman sizlarga. Gelesen bo'lar ekan o'tgan zamon shakli. Demak, men bitta kitob o'qidim, qanaqa bo'ladi? Ich habe einen Buch gelesen. Tushunarlimi? Men bitta kitob o'qidim. O'tgan zamon shaklidagi tuzilgan gap bo'lyapti. Tushunarlimi? Yozib olinglar.